Salom, qadrli do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizni bezovta qilayotgan, minglab savollar tug'dirayotgan, hatto yuraklarga g'ashlik solayotgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Ya'ni 6 yoshdan keyin davolashmaydi. Maxfiy buyruq chiqdimi degan savolga oydinlik kiritamiz. Bu sizning salomatligingiz, yaqinlaringizning hayoti haqida. Bu ma'lumot har birimiz uchun juda muhim, chunki u har bir oilaga, har bir fuqaroga bevosita taalluqli. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq insonlarga yetib borsin. Va esingizda bo'lsin, biz bu yerda yolg'on gapirmaymiz. Faqatgina isbotlangan faktlar va amaliy tavsiyalar bilan bo'lishamiz. Muammoning mohiyati. Bu mish-mishlar qayerdan paydo bo'ldi? Nega odamlar olim yoshdan keyin davolashdan voz kechish haqida gapira boshladi? Avvalo, tizim ilgari qanday ishlagani va hozir nima o'zgarganini aniqlaylik. Ilgari tibbiy xizmat ko'rsatishda yosh cheklovi rasman mavjud emas edi. Har qanday yoshdagi fuqaro o'z poliklinikasiga murojaat qilib, tibbiy yordam olishi mumkin edi. Asosiy e'tibor fuqaroning sog'ligiga va kasallikning og'irligiga qaratilar edi. Davlat tibbiyot muassasalarida bepul tibbiy xizmatlar kafolatlangan edi. Ammo amalda ko'plab cheklovlar, uzoq navbatlar va ba'zan hatto qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq muammolar mavjud edi. Shunga qaramay, rasmiy ravishda hech kim yoshi tufayli davolashdan mahrum etilmasdi. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar nafaqat ta'minotni, balki tibbiy xizmat ko'rsatish mexanizmlarini ham o'zgartirishi kerak edi. Aynan shu yerda chalkashliklar boshlandi. Odamlar ba'zi tibbiy xizmatlarning mavjudligi kamayganini yoki ularni olish qiyinlashganini sezishdi. Ba'zi holatlarda ayniqsa yuqori texnologiyali yoki qimmatbaho muolajalar haqida gap ketganda, yosh cheklovlar haqida mish-mishlar tarqala boshladi. Aslida hech qanday maxfiy buyruq bilan 6 yoshdan oshganlarni davolamaslik haqida rasmiy hujjat qabul qilinmadi. Ammo sog'liqni saqlash tizimini optimallashtirish, xarajatlarni qisqartirish va resurslarni samarali taqsimlashga qaratilgan ba'zi ichki ko'rsatmalar va qoidalar mavjudki, ular amalda keksa yoshdagi fuqarolar uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Aynan shu nuanslar odamlar orasida bizni davolashmaydi degan tushunchani shakllantirdi. Bu holat davlatning fuqarolariga nisbatan bevosita yoshga qarab diskriminatsiya qilishi emas, balki tizimning o'zida yuzaga kelgan tushunmovchiliklar, malakali kadrlar yetishmovchiligi, moliyalashtirish muammolari va ba'zan esa tibbiyot xodimlarining noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan tushuntirishlari natijasidir. Asosiy qism bil, batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kim tashvishlanmasligi kerak. Keling, bu murakkab vaziyatni batafsil tahlil qilaylik. Avvalo, shuni aniq tushunib olish kerakki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida fuqarolarni yoshi tufayli tibbiy xizmatdan mahrum etish haqida hech qanday norma yo'q. Aksincha, Konstitutsiyamiz har bir fuqaroning tibbiy xizmat olish huquqini kafolatlaydi. Demak, har qanday tibbiyot xodimi yoki muassasasi tomonidan yoshingiz o'tibdi, sizni davolamaymiz degan javob berilishi noqonuniy hisoblanadi. Bunday holatda siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va himoya qilishingiz shart. Ammo masalaning nozik tomonlari bor. Bu yerda ikki asosiy omilni tushunish muhim. Resurslarni taqsimlash va prioritetlar. Ba'zi qimmatbaho yoki yuqori texnologiyali tibbiy muolajalar uchun davlat resurslari cheklangan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda tibbiyot komissiyasi bemorning umumiy sog'ligini, kasallikning prognozini va muolajadan kutilayotgan natijani hisobga olgan holda qaror qabul qilishi mumkin. Bu jarayonda yosh bevosita cheklovchi omil bo'lmasligi kerak. Ammo bemorning umumiy holati, birga keladigan boshqa kasalliklar, komorbidlik va muolajaning samaradorligi kabi omillar hisobga olinadi. Masalan, 90 yoshli bir nechta og'ir surunkali kasalliklarga chalingan bemorga juda murakkab va invaziv operatsiya taklif qilinmasligi mumkin. Agar operatsiya xavfi foydasidan ustun bo'lsa va bu holatda o'lim xavfi juda yuqori bo'lsa. Bu yoshga qarab davolamaslik emas, balki tibbiy xavf foyda nisbatini baholashdir. Tibbiy sug'urta va to'lovli xizmatlar. Agar siz davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlardan tashqari pullik xizmatlarga murojaat qilsangiz, u holda pullik klinikalar o'z narx siyosatiga ega bo'ladi. Ammo ular ham yoshga qarab davolashdan bosh tortishga haqli emas. Shunga qaramay, ba'zi sug'urta kompaniyalari ma'lum yoshdan oshgan shaxslar uchun ayrim xizmatlarni qoplamasligi mumkin
Bu esa ularni ushbu xizmatlarni o'z hisoblaridan to'lashga majbur qiladi. Bu esa moliyaviy muammo tug'diradi. Davolashdan voz kechish emas. Xo'sh, kim tashvishlanishi kerak? Tashvishlanish kerak bo'lgan toifalari 6 yoshdan oshgan, surunkali kasalliklarga chalingan va doimiy tibbiy kuzatuvga muhtoj bo'lgan shaxslar. Ularda davolanish jarayonida muammolar paydo bo'lishi ehtimoli yuqori. Bu qimmatbaho yuqori texnologiyali operatsiyalar yoki muolajalarga muhtoj bo'lgan, lekin moliyaviy imkoniyati cheklangan shaxslar. Kim tashvishlanmasligi kerak? O'z salomatligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan, muntazam ravishda profilaktik ko'rikdan o'tadigan va kasalliklarning oldini oladigan shaxslar. Moliyaviy jihatdan barqaror, zarur bo'lsa pullik tibbiy xizmatlardan foydalana oladigan shaxslar. Keling, real hayotiy misollarga o'tamiz. Misol yurak operatsiyasi. Tasavvur qiling. 72 yoshli Otabek akada yurak koronar arteriyalari tarayishi tashxisi qo'yildi va shoshilinch stentlash operatsiyasi talab qilinmoqda. U poliklinikasiga murojaat qiladi. Ilgari bunday operatsiyalar uchun navbat uzoq bo'lishi mumkin edi. Hozirgi kunda esa ayniqsa shoshilinch holatlarda tibbiy komissiya tezda qaror qabul qilishi kerak. Ammo ba'zi shifoxonalar resurs yetarli emas yoki navbatda boshqa bemorlar bor kabi sabablar bilan jarayonni cho'zishi mumkin. Otabek aka boshqa kasalliklar, qandli diabet va gipertoniya bilan ham og'rishi sababli uning operatsiyasiga qaror qabul qilish jarayoni yanada murakkablashishi mumkin. Bu yerda yoshi katta degan sabab ochiq aytilmasa ham bemorning umumiy ahvoli bog'lanayotganda yoshi bilan bog'liq xavflar avtomatik tarzda inobatga olinadi. Agar Otabek aka xususiy klinikaga murojaat qilsa, operatsiya tezroq amalga oshirilishi mumkin. Ammo bu katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Masalan, 30 million so'm atrofida. Davlat shifoxonasida esa tegishli ruxsatnomalar va komissiya xulosasidan so'ng operatsiya bepul amalga oshirilishi kerak, ammo jarayon cho'zilishi mumkin. Muammo davolashdan voz kechishda emas, balki imkoniyatlar cheklanganligi yoki jarayonning murakkabligidadir. Misol 2 quloq suprasi plastikasi. Oysha opa 6 yoshda. Uning eshitish qobiliyati yillar davomida pasayib borgan. Endi u quloq suprasi plastikasi orqali eshitish apparatini o'rnatishni xohlaydi. Bu jarayon nisbatan qimmat va funksional ahamiyatga ega. Ba'zi tibbiy dasturlar bu turdagi operatsiyalarni keksa yoshdagilar uchun qoplamasligi mumkin. Chunki u hayotiy zarurat deb hisoblanmaydi, balki hayot sifatini yaxshilash maqsadida qilinadi. Bunday holatda Oysha opaga davlat shifoxonasida ushbu xizmat pullik asosda taklif qilinishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Chunki resurslar ko'proq hayotiy muhim operatsiyalarga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu yerda ham davolashmaydi degan tushuncha noto'g'ri. Shunchaki ushbu xizmat davlat tomonidan kafolatlanmaydi yoki ustuvor emas. Misol 3 onkologik davolash. Farhod aka 75 yoshda, unga saratonning og'ir bosqichi tashxisi qo'yilgan. Kimyoterapiya yoki radioterapiyaga zarur. Onkologik kasalliklar har qanday yoshda ham og'ir hisoblanadi. Farhod akaning yoshi tufayli uning organizmi kimyoterapiyaning og'ir yon ta'sirlariga chidashi qiyin bo'lishi mumkin. Bu holatda shifokorlar jamoasi bemorning umumiy ahvolini, buyrak va jigar faoliyatini, yurak-qon tomir tizimi holatini diqqat bilan baholaydi. Agar davolanishning xavfi bemorning ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkin bo'lsa, shifokorlar muqobil yengilroq usullarni taklif qilishi yoki davolashdan voz kechishni tavsiya qilishi mumkin. Bu mutlaq yoshga bog'liq bo'lgan rad etish emas, balki tibbiy protokollar va bemorning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan professional qarordir. Ammo ba'zi bemorlar buni yoshim o'tgani uchun davolamaydilar deb tushunishi mumkin. Shifokorlarning tushunarli izohlari juda muhim. Muammo yoshga qarab davolashdan to'g'ridan-to'g'ri rad etishda emas, balki resurslar cheklanganligi, davolash murakkabligi, bemorning umumiy ahvoli va tizimdagi tushunmovchiliklardadir. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar. Bu mavzu ko'plab nozik jihatlarga ega. Maxfiy buyruq haqidagi mish-mishlar asosan noto'g'ri talqinlar va aholining tibbiy huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega emasligi natijasidir. Biroq ba'zi holatlarda keksa yoshdagi shaxslar uchun tibbiy xizmatlarga kirish qiyinlashishi mumkin bo'lgan istisnolar yoki qaltis jihatlar mavjud. Ularni ko'rib chiqamiz. 1. Tibbiy komissiyaning subyektiv qarorlari. Ba'zi hollarda shifokorlar komissiyasi bemorning yoshini, uning umumiy holatini
va davolashning prognozini baholashda subyektiv qarorlar qabul qilishi mumkin. Masalan, bir xil kasallik va ahvolga ega 60 yoshli va tajrim yoshli ikki bemorga nisbatan har xil yondashuv bo'lishi mumkin. Bu yerda yosh bevosita rad etish sababi bo'lmasa-da, yuqori yoshdagi bemorning tiklanish ehtimoli yoki operatsiyani ko'tarishi qiyinligi haqidagi xulosalar ba'zida subyektiv tarzda kuchaytirilishi mumkin. Bu inson omili va tibbiy etika hamda resurslar orasidagi ziddiyatdir. 2. Davlat dasturlaridagi cheklovlar. Davlat dasturlaridagi cheklovlar ba'zi ijtimoiycha ajratilgan yoki kvota bo'yicha bepul xizmatlar uchun yosh cheklovlari belgilanishi mumkin. Bu holatda, masalan, yosh bolalar uchun reabilitatsiya markazlari yoki homilador ayollar uchun maxsus dasturlar mavjud bo'lgani kabi, keksa yoshdagilar uchun ham ba'zi xizmatlar ustuvorlik ro'yxatiga kiritilmasligi mumkin. Bu davolashmaydi degani emas, balki davlat bu xizmatni bepul ta'minlamaydi degan ma'noni anglatadi. Masalan, tish protezi qo'yish bo'yicha imtiyozli dasturlar ma'lum yoshdagi fuqarolar uchun mavjud bo'lsa-da, ularni olish uchun navbatlar juda uzun bo'lishi mumkin va bu navbatlar ko'pincha eng og'ir holatlarga ega bemorlarga ustuvorlik beradi. O't. Tibbiy asbob uskunalar va texnologiyalarning yetishmasligi. Ba'zi tibbiy muassasalar zamonaviy asbob uskunalar yoki texnologiyalar bilan yetarli darajada ta'minlanmagan bo'lishi mumkin. Agar keksa yoshdagi bemorga aniq bir yuqori texnologiyali diagnostika yoki muolaja kerak bo'lsa, uni bajarish imkoniyat cheklangan bo'lishi mumkin. Bu holatda bemorga boshqa muassasaga murojaat qilish tavsiya etilishi yoki davolashni kutish taklif qilinishi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotishga va kasallikning yanada rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa viloyatdan uzoq joylarda yaqqol seziladi. Farmakologik yondashuvlardagi o'zgarishlar. Keksa yoshdagi bemorlarning organizmi yoshlarga qaraganda dorilarga boshqacha munosabatda bo'ladi. Ba'zi kuchli dorilar yoki davolash sxemalari keksa yoshdagi bemorlarga tavsiya etilmasligi mumkin. Chunki ularning yon ta'siri bemorning hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin. Bu holatda shifokorlar muqobil, yumshoqroq davolash usullarini tanlashi mumkin. Bu esa ba'zida davolashning to'liq samarali bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Bemor buni meni yaxshi davolamayapti deb tushunishi mumkin. Bu ilmiy yondashuv, ammo tushuntirish talab qiladi. B. Kadrlar yetishmovchiligi va malaka darajasi. Ba'zi hududlarda malakali shifokorlar, ayniqsa to'r mutaxassislar yetishmaydi. Keksa yoshdagi bemorlarda ko'pincha bir nechta surunkali kasalliklar, polmorbidlik birga kechadi. Ularni davolash esa kompleks yondashuvni talab qiladi. Shifokorning malakasi yetarli bo'lmasa yoki uzorqish bilan ishlayotgan bo'lsa, u keksa bemorlarga yetarli e'tibor bera olmaydi. Bu esa davolash sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu davolashdan voz kechishga o'xshab ko'rinishi mumkin, ammo aslida tizim muammosidir. 6. Tushuntirishning yetishmasligi. Eng katta muammolardan biri bu tibbiyot xodimlarining bemorlarga, ayniqsa keksa bemorlarga, ularning ahvoli, davolash usullari, prognoz va mavjud cheklovlar haqida yetarli darajada tushunarli va to'liq ma'lumot bermasligidir. Natijada bemorlar va ularning oila a'zolari noto'g'ri xulosalar chiqaradilar va ular bizni yoshimiz uchun davolamayapti degan fikrga keladilar. Har bir shifokor qarori tushuntirilishi kerak, ayniqsa rad etish yoki muqobil takliflar bo'lsa. Bu jihatlar rasmiy maxfiy buyruq bo'lmasa-da, amalda keksa yoshdagi fuqarolar uchun tibbiy xizmat olishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ularni himoya qila olishi shart. Amaliy maslahat: tomoshabin nima qilishi kerak? Agar siz yoki yaqinlaringiz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz va tibbiy xizmatda muammolarga duch kelsangiz, qat'iy qadamlar tashlang. Huquqlaringiz qonun bilan himoyalangan. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Dastlabki shikoyat va murojaat. A. Tibbiy muassasa rahbariyatiga yozma murojaat qiling. Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortishsa yoki jarayonni asossiz ravishda cho'zishsa, avvalo o'sha tibbiyot muassasasining bosh shifokori yoki bosh vrach o'rinbosari nomiga ariza yozing. Arizangizda vaziyatni batafsil bayon eting. Qachon murojaat qilgansiz? Kim sizga qanday javob bergan? Qanday muammo yuzaga kelgan? Misol uchun men, ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, pasport seriyasi raqami. Siz rahbarlik qilayotgan tibbiyot muassasasiga sana kuni kasallik tashxisi bo'yicha tibbiy yordam maqsadida murojaat qildim. Ammo lavozimi va ism familiyasi tomonidan menga berilgan javob masalan: yoshingiz katta, joy yo'q. Navbatda 1 yil kutish kerak deb javob berildi. Men O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
va fuqarolar sog'ligini saqlash to'g'risidagi qonunda kafolatlangan bepul va sifatli tibbiy yordam olish huquqiga egaman. Men ushbu holat bo'yicha rasmiy tushuntirish va davolash uchun aniq muddatlar belgilanishini talab qilaman. Aksi holda men yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishga majbur bo'laman. Arizaning 2 nusxasini tayyorlang. Birini muassasaning qabulxonasida ro'yxatdan o'tkazib, ikkinchi nusxasiga kiruvchi raqam va sana qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning qo'lingizda rasmiy dalil bo'ladi. Barcha tibbiy hujjatlaringizni, kasallik tarixi, tahlil natijalari, shifokor xulosalari, nusxalarini to'plang. Yuqori turuvchi organlarga murojaat. Agar tibbiy muassasaning o'zi muammoga yechim topmasa yoki sizni qoniqtirmaydigan javob bersa, keyingi qadam yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishdir. Tuman, shahar sog'liqni saqlash bo'limiga, bosh shifokorga yozgan arizangizning nusxasi va olingan javob agar bo'lsa bilan birga yangi ariza yozing. Unda bosh shifokorning javobi sizni qoniqtirmaganini yoki muammo hal etilmaganini bayon eting. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga. Agar tuman darajasida ham muammo hal bo'lmasa, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaat qiling. Jarayon avvalgisiga o'xshash O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga. Agar mahalliy darajadagi harakatlar natija bermasa, bevosita vazirlikka yozma murojaat qiling. Vazirlikka elektron tarzda ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Rasmiy sayt orqali. O'zingizning vaziyatingizni to'liq va xolis bayon qiling. Barcha mavjud dalillarni, arizalar nusxalari, javoblar, tibbiy hujjatlar ilova qiling. Xalq qabulxonalari. Prezidentning virtual qabulxonasiga yoki joylardagi xalq qabulxonalariga murojaat qilish ham juda samarali usul hisoblanadi. Ular murojaatingizni tezda tegishli organlarga yo'naltiradi va nazoratga oladi. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar. Agar barcha rasmiy kanallar orqali murojaatlaringiz natija bermasa, siz OAV yoki ijtimoiy tarmoqlardagi jamoatchilik sayfalari orqali muammoingizni e'lon qilishingiz mumkin. Ba'zan jamoatchilik e'tibori masalan tezroq hal qilishga yordam beradi. 3. Qonuniy yordam. Agar vaziyat juda murakkab bo'lsa va yuqoridagi choralar samara bermasa, huquqshunos yoki advokat yordamiga murojaat qilishni o'ylab ko'ring. Ular sizning huquqlaringizni himoya qilishda professional yordam ko'rsatishi mumkin. Muhim eslatmalar. Barcha muloqotlarni yozma shaklda olib boring. Telefon orqali berilgan va'dalar yoki rad javoblari rasmiy dalil hisoblanmaydi. Murojaatlaringizda so'kinishlar, haqoratlar yoki emotsional bayonotlardan qoching. Faqat faktlar va dalillarga asoslaning. Sizga har qanday tibbiy yordamni rad etish uchun rasmiy yozma xulosa talab qiling. Bu keyingi bosqichlarda muhim dalil bo'ladi. Unutmang, sizning sog'ligingiz va hayotingiz muhimdir. Hech kim sizni yoshingiz tufayli davolash huquqidan mahrum qila olmaydi. O'z huquqlaringiz uchun kurashing va biz sizga bu yo'lda ma'lumot va qo'llab-quvvatlash berishga tayyormiz. Xulosa va yakuniy ilgak. Bugun biz 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan mish-mishlar ortidagi haqiqatni ochib berdik. Ma'lum bo'ldiki, bu to'g'ridan-to'g'ri taqiq emas, balki tibbiy resurslar, tizimdagi kamchiliklar va ba'zan tushuntirishning yetishmasligi bilan bog'liq murakkab vaziyatdir. Eng muhimi, har bir fuqaroning yoshidan qat'iy nazar tibbiy xizmat olish huquqi qonun bilan kafolatlangan. O'zingizning va yaqinlaringizning huquqlarini bilish va ularni himoya qilish sizning qo'lingizda. Biz bergan maslahatlarga amal qiling va hech qachon taslim bo'lmang. Siz bu borada qanday vaziyatlarga duch kelgansiz? Fikrlaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa insonlarga yordam berishi mumkin. Videoni like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Toki bunday muhim va dolzarb ma'lumotlar sizni chetlab o'tmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.